kaprizli bolalar bor bilasizlarmi? Tema nozik bolalar. Hani nidavonni yo'q qoladi bitta joyga borsiz. Ketishdan oldin nima edi? Borib olib turib, hali bir pasda kirib, shu yerga keldikmi? Salfetkalarda qo'llarini artib, o'zini yig'ishtirib olib, jicha irkanib, "Voy, osh kelsa ham, osh aytdinglarmi bolalar?" Yani nima aytdi? Shirin yuruvchi aytamizmi choyxonaga? Osh aytdan, chivin sho'rva kutdingmi? Osh aytdik ana ishni choyxona o'lgandan keyin. Nima yemoqchi eding? Jizzax somsosi yeb berardim. Anjanda qayerdan topamiz Jizzax somsani? Jinnimisan sen? Kallangni ishlatgin. Ha, bu yerga kelishimizni bilganda, kemaga o'rardim deb turib oladi. Sen lokatsiya tashlashimizga dupe tushib qolmading-ku tepadan. Mana shu ko'rgandursan-da, lokatsiyada Anjanda sentrda Burj Xalifa bor deb o'ylamagandursan, bilgansan u kelayotganingda, indamay kela olgansan. Hamma narsadan norozi, hech ham rozi bo'lmayman. O'tirib Fanta ham yoqmayapti diyap. Bo'ldi, ho, sizga yoqish uchunmi? Malinali Fanta olib kelamiz-da biz endi siz mana shu ruhingiz shod bo'lib o'tirishingiz uchun mana shu yerda. Voy, uni qilmagin siz. Tushidagi xatolarni aytib beraman. 2 sinfda 3 oluvdim. Ashlarni eslab